Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-may haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab hozirgi vaqtlarda 4 da boshlanyapti bozor. Kunduzi 10 gacha bozor bo'ladi. 10 dan keyin sotuvchilar yig'ishtiradi. Bozor 12 da tugaydi. Bozorga vaqtli kelaverasizlar. Bularda narxi nech pul deyapsan aka? Pachkaga 45 ming so'mdan ekan, donaga 50 ming so'mdan ekan. Ko'ylakni o'zi bu? Yaxshi. Razmer 4 talik nechidan nechigacha? 50 dan 56 gacha razmer. Yaxshi. Materiali shtampli? Shtampli yaxshi, toza, silen degan. Yaxshi. Endi mana bu joydan boshlab, hop, mana shu joygacha ko'ylak lozim bular. 8 xil rasvetkasi bor ular. 8 xilcha rasvetkasi bor ekan. Hop. Nech pul deyapsiz ularni? 45 ming so'm. 45 ming so'm pachka narxi, donaga ham 45 ming so'm ekan. Bular ko'ylak lozim ekan. Razmer nechtalik? To'rttalik u ham 50 dan 56 gacha. 50 dan 56 gacha razmer ekan. Materiali nima buni? O'sha 3G silen. Hop. Yaxshi. Shtampl. Yangi chiqqan 3D degan nima ekan? O'zi shtampl o'sha. Slim shtampl, yaxshi. Bunisi? Ular 40 ming so'mdan. Bular 40 ming so'mdan ko'ylakni o'zi. Aynan bular 40 ming so'mdan ekan. Bunisi. Mana shu 4 takda. Bu ham shunaqa. Bu 40 ming so'mdan donaga ham, pachkaga ham bir xil narx. Ko'ylakni o'zi. Razmeri nechtalik buni? Bu ham to'rttalik 52 dan 58 gacha. 52 dan 58 gacha razmer ekan. Materiali nima buni? Shtampl, oddiy shtampl. Oddiy shtampl ekan. Buchi tugmachasi bordan 35 ming so'm. bu toshi bor. 35 ming so'm ekan. Bunisi 3 tasi 100 ming yana ikkalasi. O, bunisi 35 ming so'm pachka narxi, donaga necha pul? Bir xil narx. Dona pachka narxi 35 ming so'm. Buni razmeri Bu ham 52 dan 58 gacha. 52 dan 58 gacha razmer buniki. Rasvetkalar endi chiqadi, bugun tugab qoldi. Xo'p, bugun rasvetkalar tugab qolishibdi. Bulardiki 100 ming yana ikkalasi. mana shu ikkalasi, shu ko'ylaklar 3 tasi 100 ming bo'lyapti ekan pachkaga-da shu. Donaga 35 ming so'm. Yoqali, katetkali 40 ming. Buni razmeri nechtalik? Bu ham to'rttalik o'sha 52 dan 58. 52 dan 58 gacha razmer bulardiki ham. Uni yoqali, Xo'p. bu 40 ming kampirlarga. Kampirlarga ekan bu ko'ylakni o'zi, mana yoqali ko'ylaklar. Nech pul deyapsiz buni? 40 ming so'm. Donaga hammi? Donaga ham xuddi shu razmer nechtalik? Uni razmeri 56-58 bo'ladi. 56-58 ekan razmeri. Shuni zakazga tikib beraveradi. 60 ni zakazga tikib berishaverar ekan. Bunisi Bu 45 ming so'm ko'ylak lozim. bular 45 ming so'm ko'ylak lozim ekan. Pachka narxi. Donaga nech pul bu? Donaga. Donaga ham beraveradi. Donaga ham qilib berishaverar ekan shunaqa narxda. Pachka narxida-da. Bunisi-chi? Bular 55 mingdan shular, mana shu. Bular 55 ming so'm ekan. Xo'p, bunisi ham Pachkaga ham. mana shu pachkaga ham, donaga ham bir xil ekan narxi. Bular 75 ming so'm ekan. Mana bular dona pachka narxi bir xil ekan. Razmeri nechtalik bulardi? 48-50. 48-50 ekan bulardiga. Bu taraflar necha edi razmeri? Bular ham o'sha 48 dan 56 gacha. 48 dan 56 gacha razmer ekan. Xo'p, yaxshi. Buni xabar markiz. Hozir o'shaga o'tamiz, ko'rsatamiz ularni. Xo'p, bu mana bitta, ikkita. Nech pul deyapsiz aka buni? 15 xil rasvetkasi bor. 15 xil rasvetkasi bor ekan. Mana shu birinchi, ikkinchilarda. Razmer. 48 dan 60 gacha razmer. 70 ming pachkaga, 75 ming donaga. 70 ming so'm pachkaga, 75 ming donaga ekan. Materiali nima buni? Markiza HB. Markiza HB ekan materiali. Xo'p. Telefon nomeringiz 91lik 200 5308. 5308. Siz o'zingiz ishlab chiqarasiz?
Birinchi qo'l ekan, o'zlari ishlab chiqarishar ekan. Telefon qilaverasizlar. Birlarini olib ham sotamiz. Ba'zi birlarini mana olib ham sotar ekan. Sexda tiktiramiz. Ha, sexda tiktirar ekan o'zlari. Chiqib kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul kelsa olasizlar. Yalinib ham sotish yo'q, yalintirib ham sotish yo'q. Qalay gap bo'ldi? Mana kichkina ko'ylakcha 15 ming so'm pachkaga ekan. Ikkita razmer ekan. 3 yosh, 4 yosh, 4 yosh, 5 yosh ekan. Donaga necha pul? Donaga 20 ming. Donaga 20 ming so'mdan ekan. Xullas, mana ma'qul kelsa ko'rasizlar, telefon qilaverasizlar-da.